Nega men bu cho'ldan yurdim? Axir bilar edim-ku, tekislik bo'ylab yurish kerak edi. Endi mana suvim yo'q, ovqatim yo'q, hech narsam yo'q. Endi mana quyosh ostida yuribman. Hammaga salom do'stlar. Men ismim Kompot va menga nimadir bo'lyapti. Qarang, qizarib ketganman. Bilmayman, hozirgacha menimcha 50 gradus issiq bo'lsa kerak. Juda ham issiq. Qanday buni odam chidab oladi bilmayman. Nega bu yoqqa yurdim? Xo'p, gap shundaki, men 13-qishloqqa qaytdim. O'zimga ovqat, suv topib va hamma ovqat topgan ovqatlarimni, suvlarimni bu cho'lda ishlatdim. Chunki yo'limni shunchaki qisqa qiluvdim. Qarang, men qayerga chiqdim va menimcha men yo'qolib qoldim. Qayerga borishni ham bilmayman. Atrofimda Oppa, yo'q. Bu sarob shekilli. Quyosh boshimni urdi shekilli. Bu yerda juda ham issiqlik uchun har qanaqadir saroblar ko'rinyapti. Haliginda mashina o'tib ketdi oldimda, hayvon o'tib ketdi. Bu aniq cho'l sarobi shekilli. Balkim yo'q. Bu rostdan ham kaktusli qishloqmi? Nima? Rostdan ham kaktusli qishloqmi? Ey, qishloqqa, yordam beringlar. Nima? Kimsan? Nega ahvoling yomon? Yordam beringlar iltimos. Ovqat yegim kelyapti, suv ichgim kelyapti. Cho'lda adashib qoldim. Oho, o'zingga qara, hozir umrga cho'san, qizarib ketibsan. Quyosh uradi hozir seni. Tushunyapman. Men yo'qolib qoldim. Menga suv kerak. Xo'p, ana uyni ko'ryapsanmi? O'sha yoqqa borib, ashirda yotoqda yotib tur. Men hozir senga narsalarni olib kelaman. Xo'p, rahmat, katta rahmat. Do'stlar, menimcha yordamimni topdim. Bu cho'lda o'zim qolib ketmayman shekilli. Do'stlar, qolmayman shekilli. Bo'l, tezroq uyga kiraylik. Bu quyoshda turib bo'lmaydi. Uyni ichi sovuqligini, kaktus ta'mi kelyapti ham. Yo'q, men yotoqda yotmasam bo'lmaydi. Xo'p, o'yinchi, o'rningdan tur. Narsalaringni olib keldim. Mana kaktus sharbati bilan kaktus mevalarini olib keldim. Hoziroq ularni ich. Ha, hozir hammasini ichaman. Nimaga bunchalik shirin? Mazza ekan shekilli. Rahmat qishloqqa, juda ham shirin ekan. Albatta, biz kaktuslarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Qani mevani yeb ko'raychi. Bu ham qandaydir yeyilmayapti, ichilyapti. Ay, baribir jicha iynasi bor shekilli. Ha, iynasi bor va suv bilan o'zingni hoziroq yuvol, bir yuvib ol. Ha, to'g'ri aytasan. Qanday? Voy, mazza bo'ldi. Faqat kilomlarini jicha buzib qo'ydim. Chiqsi yo'q, o'zim hozir qayta qurib qo'yaman. O'zing yaxshimisan? Ahvoling qanday? Ha, yaxshi, rahmat. Lekin men bu mevani yeb ko'rmasam bo'lmaydi. Oxirigacha yeb qo'ymasam bo'lmaydi. Baribir jicha ay. Rahmat kattakon. Ha, bizning qishloqda bunaqa mevalar juda ham ko'p. Sizlarda bitta bunaqa meva emas, sizlarda hamma narsa kaktusdan ekan. Ha, chunki ular juda ham yaxshi sovuq saqlaydi. Ha, rostdan ham bu yer juda ham issiq. Nega aynan bu cho'lda yashashni tanladinglar? Chunki biz issiqni yaxshi ko'ramiz. Yo'q, bu issiq emas, bu olov-ku. Ha, qo'ysangchi, bugun bor yo'g'i 55 gradus. 55? Miyam yonib ketishigacha qopti-ku. Lekin baribir hozircha sovuq. Ha, go'yoda biz ham qishloqlar bilan bu yerda aqldan ozamiz. Bu kaktuslar bizga juda katta yordam beradi, lekin bizda bir muammo bor. Biz vohamiz bor, uni tuzatish kerak. Qaysi voha? Uni tagimi? U qurib ketibdi-ku. Nega unga qaramadingiz? Ha, bu yerga maxsus voha ishchilari kelish kerak edi, vohani tuzatadigan. Lekin ular cho'ldan o'tisholmayotgan ekan. Biz ularni kutyapmiz. Qanchadan beri endi ularni kutyapsizlar? Bilmayman, menimcha 1,5 oy shekilli. 1,5 oy o'tiribsizlarmi kutib? O'zlaring qilsalaring bo'lmaydimi? Bunday qilamiz, biz bilmaymiz. Hech narsani bilish ham kerak emas. O'zim borib kelar edim-ku. Ha, rostdan ham o'zim borib kelay rostdan. To'xta. Shapkasiz chiqsang quyosh urishi mumkin. Ha, esimda ham yo'q. Hozir kiyamiz. Oq rang chiroyli turar ekanmi? Ha, bo'pti, qishloqqa men boray, ko'ray. Yo'q, ko'rmayman, u yerda juda ham issiq. Ha, Kompot, bizning uyimiz sovuq, chunki bizni kaktuslar himoya qilishadi. Ko'cha esa issiq. U yerda nafas olib bo'lmaydi. Mayli, baribir chiqib ko'rar ekanmiz. Issiqligini qarang.
Ha, bular kim? Qishloqqa menga qanaqadir kaktuslar hujum qilishdi. Ha, aytmoqchi, yovuz kaktuslar, ular o'yinchilarga hujum qiladi xolos, qishloqlarni tegishmaydi. Menga kaktuslar hujum qilishdi. Nima lekin buni o'ylamadim. Ha, mayli, yuring, ularni aylanib o'tishga harakat qilamiz. U tomonga bormaslikka harakat qilamiz. O'ylaymanki, bu yerdagi kaktusli qorovulchilar o'yinchilarni urishmasa kerak. Sekinroq. Voy, bettingga qara. Mayli, men vohani ko'rishim kerak. Voha mana u yerda. Quraylichi qura olmayotgan vohasini. Bu yerda hech narsa qurish ham kerak emas-ku. Ularda suv bor. Quyib, maytki narsalarni qo'ysa bo'ldi. Tayyorgina voha. Ham temperatura ham tushadi. Yuringlar, endi bu hammasini qishloqiga aytamiz. Ha, 1-2 desa o'zim qilib qo'yaman. Bo'ling, buni hammasini hozir aytamiz. So'p qishloqqa eshit. Qiladigan ishda o'zi yo'q. Paqlar bilan 1-2 marta borib kelasan xolos. Nima deb o'ylaysan, qishloqlar bilan qilalamizmi? Qarang, agar sizlar bo'lmaganingizda, bu qishloq bo'lmaganda, sen bo'lmaganingda, men cho'lning qayerdadir yotgan bo'lar edim. Shuning uchun men vohani sizlar uchun qurib beraman. O'zim quraman. Rostdanmi? Bizni o'rnimizga qilib berasanmi vohani? Ha, sizlar menga, men sizlarga yordam beraman. Lekin menga ko'p narsa kerak bo'ladi. O'ylama. Kechadan keyin kel, 1-5 minutdan keyin. Ungacha qishloqni aylanib kel. Ha, qishloq aylanmoqchi edim. Xo'p, bu issiqqa yana chiqdim. Kaktus g'alati bachara bilan mayli, unga yaqinlashmaymiz. Biz qishloq aylangungacha qishloqqa bizga narsalar olib keladi shekilli. Sezdinglarmi? Bu qishloq jidcha bo'lsa ham 13-qishloqqa o'xshar ekan. Qarang, yuri. Yo'qol, tegma menga, bo'ldi qil. Kim bu yerda yashaydi? Salom. Qarang. Xo'p, chiroyli uy ekan va bu kimnidir kiyimi. Mayli, biron uyga tegmaymiz, undan ko'ra chiqamiz. Bu yer esa qanaqadir chiqindi ekan, mayli. Xo'p. Nima bu? Gilom qanaqadir yoqmadi. Bu esa oddiy uy. Mayli, yuring nari tarafga borib ko'ramiz. Chunki men u yerda ustaxona ko'rdim. Ustaxona esa menga qiziq. Ularda hattoki, do'stim, tegma, qoch, seni o'ldirishim mumkin, do'stim. Qoch. Baribir tushunmading-da. Ularda hattoki kaktusli hayvonlar va qo'y ham bor ekan. Kaktuslik. Baribir qiziq qishloq ekan, mayli. Ustaxonada nima bor ekan? Kaktusli branyami? Qani, hozir kiyinib ko'ramiz. Hech qanday kuch bermayapti, lekin juda ham sovuqqina turibman. Mayli, yechib qo'yamiz joyiga. Shapkam esdan chiqmasa kerak. Bu uyga kirib ko'ramiz. Shkafni ichida esa to'rt. Mayli, keling, biror narsasiga tegmaymiz. Va qishloq qisqasi kichkina. Bu yerni hammasi joyini ko'rib bo'ldim. Undan ko'ra qishloqning oldiga boramiz. Qishloqi. Ha, Kompot, mana hamma narsalarni terib keldim. Paqirlar soni baribir kam shekilli. Mayli, men 1-2 marta yugurarman. Shapkam ham bor yugurgani. Faqat men kaktuslardan aytdan olib qo'y. Kompot, ulardan o'zim ham qo'rqaman. Balki burnimni tishlab olishar. Mayli, biror narsa qilarman va menda paqirlar soni 13 ta va qolgan narsalar bilan. Narsalar juda ham ko'p emas. Tez bitaman shekilli. Kompot, katta rahmat. Bo'lmasam biz yozda hech ham chidolmayapmiz issiqdan. Xo'p, mayli, boshladik unda va birinchi keling suv to'ldirib olamiz. Kaktuslar, tegmang. Voy, meni itarib yuborishdi pastga. Xo'p, tegmang. Xo'p. Olamiz suvni olamiz. Itarib yuborishdi-ku. Yana bitta paqir qol, tegmay turing. Xo'p. Tegmang, bitta paqir. Xo'p, bo'ldi, ketdim. Xo'p, endi ishni boshlaymiz va ko'p vaqt mana uni suvga to'ldirishga ketadi. Faqat menga u kaktuslar xalaqit bermasa bo'ldi. Xo'p, buni to'ldirish esa ko'p vaqt ketsa kerak. Xo'p, mana oxirgi paqir. Hammasini to'ldirdim. Qarang, hamma joyni suvga to'ldirdim va kimdir yashayaptimi?
Bu kaktuslar shapkamni ham sindirdi. Nima qilsam bo'ladi? Faqat men bilan urishdi. To'xtang, u nima? Kaktus qora odamimi? Nimalarni ko'rmaysiz bu cho'lda? Xo'p, endi qolgan narsalarni qo'ysam bo'ldi. Xo'p, endi zontiklarim bilan yotoqlarni qo'yamiz. Xo'p, bularsiz o'ta qiyin bo'ladi. Do'stlar, rostisi hozirdan sovuqlik tushdi qanaqadir. Xo'p, yotoqlarni qo'yamiz. U yoqqa, bu yoqqa. Xo'p, mana plyaj bo'ldi. Keyingi narsamiz esa barbekyu. Barbekyuni bittasini bu yerga qo'yamiz va bittasini mana bu o'tlarga qo'yamiz. Xo'p, bu hali hammasi emas. Va mana bunga esa alohida rahmat aytish kerak. Bu qushlarga fontan. Fontan qushlar uchun. Ha. Ikkinchi fontanchik esa mana bu yerga qo'yaman. Qushlar shu yerdan ham suv ichishadi va uchib ketishadi. Va uchinchisini esa mana bu yerga qo'yamiz. Bu daraxt xafa bo'lib so'lib qolganga o'xshayapti. Keling, biz unga yangi barglar qo'shamiz va yangi barglardan yangi daraxtlar o'sib chiqadi. To'g'rirog'i, palma daraxti o'sib chiqadi. Xo'p, mana bunday qilamiz. Bu yerga ham qo'yib, barg qo'yib chiqamiz. Bo'ldi. Xo'p, buni yanacha kutsangiz, ertaga ham chur yashil bo'lib qoladi. Xo'p, keyingi narsamiz esa stol. Vau, nimcha katta. Ha mayli, yuring, mana bu yerga qo'yib ko'ramiz. Vau, chiroyli ekan. Ikkinchisini esa qo'ymaymiz shekilli. Yana bizda manaqa napitkalarimiz bor. Napitkalarni hamma olib ichish uchun maytga qo'yamiz. Xo'p, keyin bizda yana necha narsa qoldi. Buni bittasini bu yerga qo'yamiz. Stolni tepasida gaplashib o'tirish uchun ikkinchisini ham oldiga qo'yib qo'yamiz. Va mana sizlarga chiroyligina joy bo'ldi. Xo'p. Mana siz bu yerga qo'yamiz. Bu yerga